Sergeli Choshtepa mahallasida 1-metro bekatining shunday yonida 1.3 sotixga qurilgan to'rxona, shuna kirib yashashga tayyor, yangi remont qilib qo'yilgan mebel texnikasi bilan kottejimizda arzon narxda kanalida $87,000 ga egalar nomeri bilan ko'rsatamiz. Mana darvoza xonasi, tashqari ham fasadi ham ancha keng ekan. Kirganimizda kattakon hovli, bu yog'i 3x7 razmerli 21 kvadratli aqalari, podvollari bor. Mana kirganimizda tayyor remont qilib qo'yilgan 26-yil mana qishida remont bo'lgan ekan. Ko'rib turgan aksariyat narsalar qolyapti, mana gazlashtirilgan, steralka, xolodilnik hammasi qolyapti. Sanuzellari alohida, bu yerda hojatxonasi. Endi yosh oilaga asosan mo'ljallangan. Bu yerda kattakon zal deyilyapti, endi hol. Bu yerda mana navbatdagi xonasi. Yosh kattalar yotadigan bo'lsa, misol uchun bu tarafda ota-onalar yotoqxonasi. Bu yerda ham ko'rib turgan mebellaringiz, gilamlaringiz hammasi qolyapti. Bu tarafda mana oxirgi 4-xonasi. Bolalar yotoqxonasi. Bu yerdagi televizor, bu yerda ikkita konteyner ishlab turibdi. Hammasi qolyapti. Narxi $87,000, ustida ozgina o'tib beradigan joylar bor. Faqat naqdga sotilinadi. Choshtepa masjidi va Choshtepa metro bekati shunday yonida. Lokatsiyani ko'rishlaringiz mumkin. Choshtepa metro bekatining shunday yonida joylashgan. Yonida mana 32-maktab bor. Yo'lda o'ng tarafida Choshtepa jome masjidi bor. Lokatsiyasi juda yaxshi joyda. Mana narxi ham juda arzon qo'yildi. Arzon variantlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.